Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Mana shu joyda Respublika Prezidentimiz muhtaram Prezident tomonidan shu mahalla bankirlari hamda mahalla agentlari shu banklar tomonidan shtatlar tashkil qilindi. Shu mahallalar bilan hozir kelishlar bilan Mahmud akam shu hokim yordamchidan bizlarda shu kredit liniyalar shu kreditlarimiz bor. 50 millionlik bor, 17 millionlik bor, 5 millionlik bor. Keyin ishlab xodimlarga ipoteka kreditlari, bundan keyin kredit kartalarimiz bor, telefon orqali to'g'ri. Bunda mahallada asosan bularni qiladigan ishlari sizlarga shu murojaat qilib turgan ishsiz fuqarolarga 17 million so'mgacha beriladi. 4 yilga 6 oy imtiyoz davr bilan. Plastingiz shu o'zingiz band qilgan shaxsga sug'urta bilan beriladi. 50 millionligimiz bor. 5 yilga beriladi, 25%dan, lekin 2 yil imtiyoz davri bo'ladi. Imtiyoz davri deganimizda faqat foiz to'laysizlar-da. 1 million 20 million shuni foiz chiqadi, qolgani 3 yil qolgan 3 yilda asosiy inoqman qo'shilib qoladi. Shu misol bu ham to'g'ri plastingizga tushganda siz chorvachilik qilaman deb tursiz, masalan siz chorvachilik qilaman deb to'g'ri bozordan olasizda. Hozir biriga o'tkazib berish boshqa. Bozordan to'g'ri olasiz, o'zingiz savdolash, o'zingizga yoqqan shu molni masalan 4 va 5 ming bolalardan bo'lsangiz, shuni o'z ichida shu yem olaman deysiz, yem qashaga deysiz. Ana shu plastikka tashab beramiz, to'g'ri plastikdan savdo. Shu ana shu sizlarga to'g'ri qancha topsangiz shuni aytib keting. Masalan, 2 yil imtiyoz davri. 2 yil. Bankaga borasanmi? Yo'q, mana shu yerda mana mahalla bankida agentlar shu yerda o'zinda. Mana maqulda berdi, umidaman berdim, umida agentim. Umidaga o'xshash. Umidaga tushuntirishni beradi sizlarga. Qolgan agar yana murojaatlar bo'lsa aytaverasizlar.